3D modellashtirishda har qanaqa narsani yasayotganimizda birinchi primitiv formalardan boshlab yasaymiz va ko'p holatlarda primitiv formalarning o'zi bitta detal sifatida bizga xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Ana endi shu primitiv formalarni qanaqa qilib oson, chiroyli topologiya bilan yasashni bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda sferadan boshlab ko'ramiz. Sfera, oddiy sferani yasaganimizda mana bunaqa oddiy holatda bo'ladi, lekin buni tepasida e'tibor bersak uchburchak poligonlari bo'ladi. Bu topologiya jihatdan noto'g'ri hisoblanadi. Endi qanaqa biz buni to'g'ri qilsak bo'ladi. Bizga bitta buning uchun boks kerak bo'ladi. Boks olamiz, o'lchamlari hamma tomonlari bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Bir xil bo'lgandan keyin buni poliga konvert qilamiz, edit qilamiz va turbosimizni beramiz. Turbosimizni to'rtta ko'payib ketdi, 3 ta qilamiz. 3 ta qilganimizdan keyin e'tibor o'sha bizga kerak narsa chiqdi deyarli. Lekin e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu tuxum bo'lib qoladi. Boyagi to'rtburchakning burchaklarini hisobiga. Mana endi bunga sfera degan modifikatorni beramiz. Bunga kerakli holatga keladi. Bizda keyingi primitiv formamiz boks. Boks turbosimiz berganda buzilib ketmasligi uchun har bitta chekkasini yoki bizda har bitta burchagiga qanday tashlab chiqishimiz kerak yoki swift loop bilan buni mana bunday qilib har bitta burchagini mana bu 3 ta tomondan fiksировать qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buzilib ketmasligi uchun mana bu joylari buzilmaydi, mana buzilib ketyapti bizda. Xo'p, mana endi shu narsani boksda qanaqa qilib hamma tomonini oson yo'l bilan topologiyasini chiroyli qilib qo'yishimiz mumkin, shuni ko'rib chiqamiz. Bunga bitta chamfer beramiz. Chamferda bizda chamfer type'da biz to'rtburchak boksga o'tkazamiz. Bu boks deyiladi o'zi, to'rtburchak ko'rinishga keltiramiz xullas. Hop, qo'rg'asini ko'paytiramiz va vola deydi. Bizga kerakli holatga keldi. Mana endi nechta to'rbosimizni bersanglar ham buzilmaydi. Bizda keyingi formamiz bu silindr. Men silindrni har doim plane'dan boshlab yasayman. Bitta plane olaman. Har bitta o'qidan to'rttadan qo'rg'a tashlayman. Sirali. Keyin borderdan ushlab turib, regularizer beraman. Regularizer berganimdan keyin scale orqali shift bilan ushlab turib, katta qilib qo'yaman. Mana endi ko'rib turganingizdek silindrimizni teg qismi tayyor, shift bilan ikkita oqib qo'ysak bo'ldi ideal bo'ladi.